Savol yo'llovchilarning bir guruhi licheniyasini oxirigacha olmagani va ancha vaqt o'tib qandaydir asorat kuzatilayotganini yozishibdi. Endi davom ettirsa yaxshi bo'lib qolamizmi deb yozishibdi. Shu toifadagi insonlarga nima degan bo'lardingiz? Tushundim savollarini. Nima deyishmoqchi bo'lganini. Biz endi davo muolajalarini yozganimizda bekorga uni kursini yozmaymiz-da. Masalan, mana shu yozilgan davo muolajalarini 10 kundan 3 oy olasiz deymiz. Demak, 10 kun oladi, 20 kun dam olib, yana 10 kun olib, mana shunaqa 3 oygacha davom ettirish kerak. Bu nima uchun? Demak, o'sha qaysidir kasal, ya'ni ko'pincha mana artroz, undan keyin bel umurtqalari osteoxondrozlari kasalliklarida, mana shularda shunaqa holatlar ko'p kuzatiladi. Undan keyin buyurilgan muolajalarda yashash joylarida ko'pida buyurilgan narsani to'rdan ikkitasi yo bo'lmasam 3tasi bo'ladi, yo bittasi bo'lmaydi, yo bo'lmasa ikkitasi bo'lmaydi. To'liq olinmaydi. Yoki bo'lmasam mana bu dori menga o'sha yozib bergan paytimizda hammasiga tushuntiramiz. Mana bu dori menga yoqmas edi, masalan buni topolmadim degan gap bo'ladi. Demak, bundan xulosaki bizni buyurilgan muolajalar to'liq chiqmaydi-da, to'liq davolanmaydi. O'shaning uchun asorat berib, hali birortasi sen shuni yozganingda meni asorat berib, oyog'im ishlamay qoldi, yo bo'lmasam belimni ko'tara olmay qoldim degan yo'q. Aksariyatlar demak olingan davo muolajalaridan to'liq foydalanmaganligi uchun shu holatga tushyapti. Demak, o'sha ma'lum bir vaqtda yana o'sha kasalligi qayta qo'ziyapti. O'shaning uchun endi hurmatli mijozlar, kelib shu licheniyani olishga olgan tavsiyalaringni to'liq bajarsalaring keyin yaxshi bo'ladi. Men ko'pini tushuntiraman, ayniqsa bolalarni davolashlarda raxit kasalligida tushuntiraman. Ha, raxit bo'lasiz desam, ha biz tug'ilgandan beri vitamin D ichkisiz yotibmiz deyishadi-da. Bitta vitaminni o'zi emas buni. Uni kursi bilan. Kurs degan narsa polnotsенный deydi. Hamma buyurilgan narsalarni birga olsangiz keyin foyda olasiz deb tushuntiraman-da. 7 ta punktini sanab beraman raxitda. Shuncha narsa qilsa keyin yaxshi bo'ladimi deyshadi. Ana shunaqa holatlar. O'shaning uchun biz buyurib bergan davo muolajalarini sizlar to'liq olmasalaring, u kasalliklaring sizlardan chekinmaydi. Yedinchisini bitta shu oksigenoterapia degan narsamiz bor. Bo'g'imlarga kislorod yuborib davolash usulimiz bor klinikamizda. Eng mavqeli, eng yaxshi davo usullarimizdan bittasi. Shuni qilmayapsizlar borgan joylarda. O'shaning uchun shu effekti yarimga bo'lyapti-da. O'shaning uchun iltimos mijozlar, mabodo yashash joylaringizda biz buyurib bergan muolajalardan ko'plari bo'lmasa, qiynalsalaring, o'zimizga kelib davolaringlar. O'sha holatlaring 100% yaxshi bo'ladi. Uzoq muddat chiroyli yurasizlar, uzoq muddat chiroyli faoliyat ko'rsatasizlar ish faoliyatini.